Agata Kristi, 10 ta nigir bolasi. Ba'zi kitoblar bor, ular sizni birinchi sahifasidan boshlab o'ziga rom etadi. Bu asar aynan shunday. Mashhur yozuvchi Agata Kristi qalamiga mansub ushbu detektiv asar sizni sirli va hayajonli olamga olib kiradi. Tasavvur qiling, xilvat, hech kim yashamaydigan orol, katta, jimjit va sirli uy va bu yerga taklif qilingan 10 ta begona inson. Ular bir-birini tanimaydi, lekin ularni bu yerga kim chaqirdi? Nega aynan ular? Dastlab hammasi juda chiroyli ko'rinadi. Shinam xonalar, mazali taomlar, osoyishta muhit. Ammo bu osoyishtalik uzoq davom etmaydi. Sekin, asta haqiqat yuzaga chiqadi. Ular aslida tuzoqqa tushgan. Oroldan chiqishning esa umuman iloji yo'q. Har bir daqiqa qo'rquv, har bir nigoh shubha va eng dahshatlisi, ular birin-ketin g'oyib bo'la boshlaydi. Bularning barchasi esa oddiy bolalar she'riga bog'langan. Nega, kim bu o'yinni boshqarmoqda va navbat kimga keladi? Bu savollar sizni oxirigacha tinch qo'ymaydi. Agar siz yurakni tez urdiradigan, sirli va o'ylantiradigan asarlarni yaxshi ko'rsangiz, bu kitobni albatta o'qing.